Assalomu alaykum aziz O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz. Men Urganch tumani Killut mahallasi Mamnunlik ko'chasida yashayman. Mening farzandim Erkinov Dilshodbek ba'zi bir sabablarga ko'ra 2015-yilda yonib ketib shu ahvolga tushgan. Farzandimni shuncha yildan beri davolataman, lekin mablag'im yetmaydi. Hozirgi kunda farzandimga qon quydirishim kerak, davolatishim kerak, imkoniyatim chegaralangan. Katta farzandim Erkinov Azatbek 10-sinfda o'qiydi. Uni ham noyabr oyidan beri qayta davolatib turibman. Uni ham mazasi yo'q. Hozirgi kunda mablag'im yetmaganligi sababli farzandlarimga dori-ukol olishda ham qiynalib turibman. Iltimos, O'zbekiston xalqi menga yordam berishlaringizni so'rayman. Farzandlarim uchun o'zimga hech narsa kerak emas. Alloh rozi bo'lsin. Ro'za Ramazon oyida farzandlarim sog'ayib ketsa bo'ldi. Menga hech narsa kerak emas. Allohim rozi bo'lsin. Mahallamizga bordim, mahallamizga chiqdim. Mahallamiz raisi qayerdan olay dedi. Surishtirib turibman dedi. Birodan qarz aptekaga borib tasha deydi. Apteka menga qarzini ukol dori pul berami yo dori ukol berami? Imkoniyatim chegaralangan. Nima qilishimni bilmayman. Alloh rozi bo'lsin. Xalqim yordam berishlaringizni so'rayman. Farzandim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. Katta farzandimni inerti qildirishim kerak. Gaymaret bo'lganda kallan deb azob berib turibdi. Uni yotishim kerak. Iltimos, O'zbekiston xalqi yordam beringlar. Ro'za Ramazon oyida farzandlarim hammasi el qatorida yursin, sog'ayib ketsin. Hech kimni Alloh taolo farzandini bemor qilib sinamasin. Farzandlarim sog'ayib ketsin, yaxshi bo'lib ketsin. İmkon darajasida Alloh yo'lida ihson qilishlaringizni so'rayman. Farzandlarim ham el qatori o'ynab kulib yurishini xohlayman.